Otni mana bu yerga olib chiqishni hamma qiladi. Hamma biladi va bu nooblar uchun. Keling, buni o'rniga otimizni Y2 ga olib chiqamiz. Raqib bizni durak deb o'ylaydi, chunki biz fil va farzinni yo'lini to'sib qo'ydik. Lekin kim durakligini hozir ko'rsatib qo'yamiz. Raqib ot bilan piyodamizga hujum qilyapti. Biz esa unga bitta emas, ikkita piyoda berib yuboramiz. U uradi, biz uramiz. Yana uradi. Va shu yerda biz raqibni azoblashni boshlaymiz va farzin bilan otga hujum qilamiz. Ot hech qayerga qocha olmaydi, chunki u ochmasda turibdi. Qoralar otini albatta himoya qiladi va shu yerda bizning mana bu uxlab qolgan otimiz o'yinga kirishib, farzinga hujum qiladi. Shu yerning o'zida farzin mana bu yerga qochsa, o'yin tugaydi. Chunki biz vilka qilib farzinni yutib olamiz. Shuning uchun farzin Y5 ga qochadi va otimizga hujum qiladi. Ikkinchi otni olib chiqib himoya qilamiz. Piyoda bilan hujum qilsa biz e'tibor bermaymiz va farzinga mana bu piyoda bilan bosim qilamiz. Farzin uni osongina olishi mumkin va oladi ham. Lekin tuzoqqa tushadi. Markazdagi otni uramiz. Bizni otimizni tekin deb piyoda bilan uradi. Lekin bu dunyoda hech nima tekin emas va biz ikki tomonlama shoh beramiz. Shoh yagona qochadigan joyi bu D8 katagi. Biz esa yana shoh beramiz va oxirida vilka qilib qoralarni farzinini urib tashlaymiz.